ko'pchilik ayollarda foydalanib tashlab ketilish qo'rquvi mavjud. Agar sizda ham mana shu qo'rquvlar mavjud bo'lsa, ya'ni sizdan foydalanishadi, keyin tashlab ketishadi. Aynan mana shu darslik siz uchun. Misol uchun foydalanib tashlab ketilish hissi qachon his qilamiz? Misol uchun dugonamiz bilan doim munosabatimiz bor. Unga o'zimizni bag'ishlaymiz, unga yordam beramiz, lekin u bizdan foydalanadi va tashlab ketadi, ya'ni boshqa insonni tanlab ketadi. Yoki oilada bo'lishimiz mumkin. Oilada siz kim uchundir mehnat qilasiz, kim uchundir o'zingizni bag'ishlaysiz, u uchun qulay bo'lasiz, uni ham aytganini qilasizda, lekin u qachondir kimnidir tanlasa yoki o'zini tanlovlarini hurmat qilsa yoki siz xohlagandek sizga munosabat qilmasa, yana mana shu hisni his qilasiz. Yoki turmush o'rtog'ingizga deylik hamma narsani qildingiz. Uni og'ir paytida qo'llab-quvvatladingiz, qarz berdingiz, uni chuqur paytiga tushganda yordam berishga harakat qildingizda, qattiqdir o'zingizni kerakli his qildingiz. Ana undan keyin u ishlari zo'r bo'lib ketdi, rivojlanib ketdi-da, ana shu yerda o'zini orzulari bilan, o'zini rivoji bilan yurganda siz o'zingizni yana xuddiki foydalanib, men endi kerak emas ekanman degan tushuncha bilan yashadingiz. O'zida sevgi yetishmagan, o'zida e'tibor yetishmagan ayollarda o'zini bo'shlig'ini har doim yordam berayotgan deb buni maqsadga muvofiq qilmaydi-da. Misol uchun yordam berish tanlovini qildi, bo'ldi yordam beraman dedi va undan keyingi oqibatlari Allohdan, ya'ni bilsa bilar, bilmasa mayli deb ketilmaydi-da, lekin har bir qilayotgan ishida tegidi, men unga nima qilayotgan bo'lsam, u ham menga shu narsani berish kerak degan tushunchada hamma narsani unga qiladi, hamma narsani bag'ishlaydi va oxir oqibat u o'zini yo'lini tanlaganda, u boshqasi bilan o'rtoq bo'lganda yoki u o'zini orzu maqsadlari bilan yashashni boshlaganda ayollarda o'sha foydalanish hissi paydo bo'ladi va ular bu narsani o'sha minnat qilishni boshlaydi. Mana men senga shuncha qilgandim, men sizga o'zimni bag'ishlagandim, lekin siz meni bilmadingiz, siz meni foydalanib tashlab ketdingiz degan tushunchalar bo'ladi. Endi bunaqa ayollar bu qo'rquvda agar yashasa, bu insonlar qayta bu og'riqni his qilgandan keyin, foydalanish hissini his qilgandan keyin ular birov bilan bog'lanishni istamaydi. Ya'ni erkak bilan munosabat qilishni istamaydi, kim bilandir do'stlashishni istamaydi, kim bilandir yaqinlik munosabatlarni istamaydi. Nima uchun? Hozir go'yo men u bilan bog'lansam, u mendan foydalanishi mumkin, u menga yana zarba berishi mumkin, u meni yana tashlab ketishi mumkin degan tushunchalar bilan undan ko'ra hech kim bilan bog'lanmaydi, yolg'izlikni, munosabat qilmaslikni yoki turmush o'rtog'i bilan ham uzoqroq bo'lishni, emotsional bog'lanmaslikni tanlaydi bunaqa ayollar. Endi aslida bu og'riqlar ham bolalikdan kelishi mumkin, ya'ni sevgini qozonish kerak degan tushunchada. Agar bizani ota-onamiz bizani shunchaki quchoqlab yaxshi ko'rmagan bo'lsa, bizni har doim ularni ishdan kelishiga nimadir qilib qo'yganimizda bizani maqtashgan bo'lsa yoki bizni ovqat qilib qo'yganimizda yoki ular xohlagandek vaziyatlarda nimadir qilib berganimizda, voy молодец, voy rahmat, voy deb bizani tan olishganda biz o'zimizni yaxshi his qilganmiz, lekin biz o'sha ishlarni qilganimizda bizadan ya'ni qilmaganimizda bizani maqtashmaganda yoki bizga e'tiborsiz bo'lishganda o'sha yerda og'riqlar kirgan bo'lishi mumkin. Mana men faqatgina nimadir qilsam kerakman, nimadir qilmasam kerak bo'lmayman degan tushunchalar shakllanadi va bu katta hayotda ham namoyon bo'laveradi. Ya'ni o'zini borligini his qilish uchun avvalambor u o'zi kimgadir yordam berish, kimgadir o'zini isbotlash, kimgadir nimadir qilib berish, shu oxirgi tiyinigacha berish, ya'ni qutqaruvchi obrazida bo'ladi-da va oxir oqibat misol uchun har bir inson masalan kimdirga yaxshilik qildingizda,
bu inson o'sha yaxshiligingizni qaytara olmasligi mumkin yoki o'sha insonni o'zini tanlovlari bo'lishi mumkin-da qayerdadir. Lekin sizni kutuvlaringiz o'sha insondan amalga oshmaganda siz darrov o'zingizni hissiyotingizga, o'zingizni o'tmishdagi tajribalaringizga qaytasizda, mana bu meni qadrlamadi, bu faqatgina o'zini foydasi uchun yashadi va mendan faqatgina shu uchun kerak ekanman degan xulosalari har bir insondan qayta bo'lgandan keyin xuddiki neyronlarimizda, bizani o'sha xotiramizda bu tushuncha yanayam mustahkamlanib boradi va biz eng qizig'i mana shu ubеждениямiz, mana shu tushunchamizni hamma yoqda ko'raveramiz, tasdiqini olaveramiz. Chunki bizning miyamiz faqat shuni ko'radi. Agar qachonki biz qilayotgan ishimizni o'zimizni qadrli his qilish uchun qilmasdan, balkim qilayotgan ishimizni от души qilishimiz kerak, undan kutmasdan yoki umuman qilmaslik kerak. Yo'q deya olish, o'zini shaxsiy chegaralarini qo'ya olish, ya'ni o'zingizni qadr-qimmatingizni, o'zingizni kimligingizni atrofdan qilib rahmat orqali emas, balkim o'zingizni kimligingizni, o'zingizni hislaringizni, o'zingizni og'riqlaringizni tushungan holda anglaganingizda o'sha kimdir sizdan foydalanib ketsa ham, da bu uni tanlovi deysiz. Men bilan emas, boshqasi bilan o'rtoq bo'lish uni tanlovi deysiz. Lekin siz o'sha paytda yana og'rig'ingizga tushishingiz, yana ongsizligingizdagi o'zingizni hislaringiz bilan idrok etishingiz odamlarga nafrat, odamlarni yomon ko'rish, men o'lsam qutulishadi, ularga jazo berish, ko'rsatib qo'yish bilan yana o'zingizni kuningizni, o'zingizni vaqtingizni, sizga berilgan chiroyli umrni mana shunaqa vaziyatlar bilan o'zingizga o'zingiz muammo yaratib, o'zingiz o'sha muammoning ichida qovurilib, bu o'zingizni farzandlaringiz bilan bo'lgan munosabatga, turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan munosabatga, atrof bilan bo'lgan munosabatga va o'zingizni missiyangiz, ya'ni o'zingizni hayotingiz bilan bo'lgan munosabatga mana shunaqa ro'shnoliklar bilan inson o'zini stress, depressiyaga tushirib boraveradi. Aslida siz o'zingizni ota-onangizni ochkisi orqali ko'rishni to'xtatib, ular yaxshi degan bo'lsa, siz o'zingizni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, siz ular yomon degan bo'lsa, siz o'zingizni yomon ko'rgan bo'lsangiz va hozir ham bu tashqi dunyoga ko'chadi-da. Kimdirlar sizni yomon desa, o'shalarni hissiga kirib ketaverasiz, men yomon ekanman deysiz. Kimdirlar sizni maqtab yaxshi desa, o'zingizni yaxshi deb idrok etasiz, ya'ni bu siz bo'lmaysiz. Shu uchun mana shu ko'zimizdagi ochkilarni, o'zimizga qarayotgan kimlarni, kimni ochkiligini va bu ochkilarni o'sha odamlarni o'ziga qaytarib berish va o'z ko'zimiz bilan o'zimizni kimligimizni ko'rishimiz bu biz uchun eng muhim narsa va hozir va shu yerda baxtni va hozir va shu yerda xotirjamlikni his qilish uchun bizga biz anglashimiz kerak bo'lgan jarayonlardan biri hisoblanadi.